men ustozimni ko'rgani keldim. Ha, ustozim meni. Janna opam. Eng yaxshi massajistlardan bittasi. Meni mana shu darajaga yetishimga sababchi bo'lgan insonlardan bittasi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishlab oldim sizni. Assalomu Qaysi alaykum. yo'ldan keldingiz? Metro tarafdan keldim, adashmasam. Qalaysiz? Yaxshi, rahmatimiz. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Ha, alhamdulillah. Janna opam ana shu darajaga yetishimga sababchi bo'lgan insonlardan bittasi. Detskiy massaj, ozdiruvchi massaj, davolovchi massaj. Nima karomatlaringiz bor endi ustoz aytib bering. Hamma narsa bor bizda. Bizda ham protseduralarim bor, ayollarga ham, bolalarga ham anaqalari darslarimizni qilamiz. Asosan dars. Основной dars bizda. Mana sertifikat berasizmi kimgadir? Sertifikat, diplom beramiz. Sertifikat, diplom международный hamma joyda o'tadi. Joyingiz ko'rsam bo'ladimi? Bu yerda o'rangan ayollar bor ekan. Gidromassaj, yana lechebniy massaj, yana gijja tushirishga ham bor. Oyoq kiyimlari qarang, to'y bo'lyaptimi desam bu yerda. Assalomu alaykum hammaga. Men bor uzr bezovta qildim. Bu yerda hozir dars jarayoni. Uzr, men bor. Janna opam deyarli O'zbekistonning eng zo'r massajistlarini o'qitib tayyorlab chiqargan inson. Bu joyda juda ham farzli. Voy, men bor uzr. Assalomu alaykum. Bu yerda ayollar bor ekan. Ro'molda hammasi. Xullas kalom. Bolalar cho'milish uchun bu nima? Bola protseduraga keladi. Mana ayollarga ozdiruvchi massaj qiladigan xonalari juda ham ozoda. Mana ayollar uchun mazza qilib giro. Janna opa, ko'rdim joylaringizni ajoyib. Yoqdimi? Sizni juda ham qattiq hurmat qilaman, yaxshi ko'raman ustoz sifatida. Sizda bo'lsa o'sha dars mahali taksida qaytayotganimizda Surxondaryoga qaytib ketmang, Toshkentda qoling. Sizga motivatsiya berganman. Qoling, ishlang, mana shu nima? Hozir qanaqa darajaga chiqdingiz? Barakali bo'lsin, shifoli qiling odamlarga. Mana shunaqa. Bu kishi mening ustozim. Bu kishini profiliga obuna bo'ling, shogird tushing va siz ham iloji bo'lsa, Xudo xohlasa, yaxshi bir kasb egasi bo'ling. Rahmat hammaga.